Biz Camp Nou stadionida zinadan yuqoriga chiqayotgan edik. Men yuqoriga qaradim. U yerda yozilgan Mesque on klub yozuvini ko'rdim. Men Samuel Eto'o bilan gaplashayotgan edim va shunday dedim. Mesque on klub. Nima bu endi? Nima degan o'zi bu? Klubdan ham ortiq emish. Shu payt orqamda Xavi turganini ko'rmay qolibman. U birdan dedi: "Hoy, nima deding? Mening klubim haqida bunday gapirma. Sen gapirishdan avval bu klub bilan biror bir sovrin topma."